Payg'ambarimiz alayhissalomga qabrda ichi ko'rinardi. Kim rohatda yotgan bo'lsa, kim do'zaxda yotgan bo'lsa, Rasululloh buni ko'rganlar. Chunki payg'ambar bo'lganlar, payg'ambarga bu yoqdagi odamlarga berilmagan narsa berilganda, shunisi bilan payg'ambar. Shunda aytdilarki, "Mana odam, mana bitta o'tda yonayotgan qabrdagisi chaqimchiydi" deganlar. Chaqimchi bolalar, ko'zni oching. Umuman buni gapini unga olib bormang. Keyin o'g'il bolalikka ham to'g'ri kelmaydi bu. Ko'chada mana o'g'il bolam, o erkak deydi-yu, shunga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Erkak bo'lsangiz, o'g'il bola bo'lsangiz chaqimchilik qilmang. Aytdilarki, "Mana chaqimchiydi, shuning uchun azoblanyapti" dedilar. Mana ikkinchisi azoblanayotgan sababi bu siydigidan saqlanmasdi bu deganlar. Badaningizga va ust-boshingizga tegmasin sizdan chiqqan hojat. Tushundilarmi? Shunisiga e'tibor beringlar.